Bola hozir necha yoshda bola? Xo'p, 2011 bo'lsa 14 yoshda bola. Menga adashmasam 3 oy bo'ldi qancha oldin kelgansizlar? Xo'p. Bolani men tekshirdim, ko'rdim. Bolangizda epilepsiyani absans degan turi bor. Absans epilepsiya bor. Bu generallashgan epilepsiyaning turi. Hushni yo'qotadi, lekin og'iz ko'pirib qolmaydi, tishlanmaydi, aniqlik qilmaydi. Absansda o'zida ko'pincha 3 sekund, 8 sekund, nari borsa 10 sekund davomida qotib qolishi mumkin bunaqa bo'lib. Ko'plab uni ko'rib, hayol surib qolding. Ne unaqa turibsan, chiqib chalg'amat urishadi. Sudurgiligini bilmaydi bu. O'tgan safar ko'rdim, hozir egini qaytadan ko'rdim. Egi 75-80% ancha-muncha yaxshiroq egiz. Hozir jigarlarim ko'rdim. Sudurgi kasalligida, epilepsiyada 6 oyda 1 marta, 1 yilda 2 marta jigarini ko'rib turish kerak. Bu baribir dori bo'lgandan keyin jigariga ta'sir bo'lmadimi bilib turishingiz kerak. O'shaning uchun hozir men dorilarni koreksiya qilib beraman. Xo'p, menda har 3 oy to'rada bir kelib turasizlar. Men ko'raman ahvolini. Har safar kelganda MRT qilinmaydi. Egini 2 marta ikkita maqsadda qilinadi. Birinchi maqsad diagnostik maqsadda, ikkinchi kontrol maqsadida qilinadi borib. Xudo xolasa hammasi yaxshi bo'ladi. Telegram nomerimni yozib berganman. Bolada o'zgarish yomon emas. Faqat aytganim aytgandek doridan berishingiz kerak, xo'p? Yaxshi.